O'zbekistondan singlim turk oilangizga g'ilminda qilib beraman deb yufqa ko'tarib kelibdi. 50 ta yufqaga 3 litr sut kerak ekan. Qishloqlardan Istanbul ko'chalariga ham haftada bir marta qishloq sutini olib keladi. 45 ming so'mdan 3 litr sutni 135 ming so'mga oldim. Singlim hech aralashmang, hammasini o'zim qilaman, siz bolangizga qarang dedi. Shunda ham shakarini o'zim solib berdim, chunki ko'p shakarli bo'lsa erim yemay qo'yishi mumkin edi. Bu yufqadan Turkiyada yo'q. Bularning yufqalari qalin. Singlim ko'rmagan vaqti bir stakan atalasidan o'g'irladim. Yarim qoshiq sariyog' aralashtirib o'g'limga berdim, mazza qilib yeb oldi. Singlim ey opa, teginmang deb urishdi. Erim ham nima ovqat qilyapsizlar, nima bu deb qiziqib oshxonaga kelib o'tirib oldi. Shuncha qiyin ovqatmi, ichiga nega shakar soldilaring deb so'radi. Va nihoyat O'zbekistondan kelgan sariyog'lar bilan yog'lab boshladi. 25 tasini bugun yog'ladik, 25 tasini ertaga yeymiz. Endi qaynonam bilan erimni chaqirsak ham bo'ladi, ovqatimiz tayyor. Erim bismillah deb bir tishlab ko'rdi. Voy bu shirinlik, men yemayman buni, ovqat o'rniga o'tmaydi, bu ovqatdan keyin yeyiladi dedi. Qaynonam esa nega shakar qo'shdilaring, ovqatga ham shakar qo'shiladimi, men ham yemayman deb turib ketdi. Men 22 tasini yedim, singlim 3 tasini yedi. Juda ham mazali bo'pti. Qaynonam qolgan yufqadan o'g'li ikkalasiga lag'monchin qildi. Bizaga jahl qilib 5 minutda pishirib qo'ydi. Toza bala xotin. Singlim pishirgan ovqat Samarqandda g'ilmindi deyiladi. Siz nima deb aytasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Ko'p yeb qo'ydim shekilli, qornim ham og'rib qoldi.